dunyoning eng g'alati juftliklari bilan tanishishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, rostdan ham sevgini ko'zi ko'r degan videosini vaqtni o'tkazmasdan boshlaydi. Videoni boshlashdan oldin, shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, videoyimizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Videoyimizni noodatiy juftlik bilan boshlaymiz. 2009-yili tanishgan Mandy Knis va Sen Stephenson ilk ko'rishganlarini o'zida bir-birlariga oshiq bo'ldilar va 2012-yili oila quradilar. Bir suyak kasalligi sabab bo'yi o'smay qolgan Stephenson yozuvchi va ruhlantiruvchi suhbatchi hamdir. Mandy erini bo'yi past ekanligini, hech qachon sevgilariga xalaqit bermasligini ta'kidlar ekan, yana so'zlariga eriga juda ham oshiq ekanligini qo'shimchalar qiladi. Navbatdagi juftlikni bo'ylari 182 cm dan o'tmaydi. 8 yildan beri birgalikda yashayotgan bu juftlik o'tgan kunlar ichida Londonda bir nigoh to'yini o'tkazib, sevgilarini yanada mustahkamlashdi. Shu bilan birga Guinnessning rekordlar kitobiga dunyoning eng qisqa bo'yli juftligi bo'lib tarixga kirdilar. Shundan keyin bu rekordga bunday izoh berdilar. Bu rekord dunyodagi barcha insonlarni teng huquqli ekanligini bildiradi. Agar bundan oldingi juftliklar sizni hayratga solmagan bo'lsa, Heckelman juftligi aniq og'zingizni ochib qo'yadi. Chunki ham Annalisani, ham Devni soqollari bor. Polikistik over sindromi kasalligiga chalingan Annalisa soqollarini olishni o'rniga undan faxrlanib o'stirib yurishni yaxshi ko'radi. Faqat Annalisa eri bilan tanishgunicha odamlar tomonidan har xil gap so'zlarga qolib yurardi. Lekin eri bilan tanishgandan keyin hamma narsani o'z yo'liga tushib ketganidan va eri uni boricha qabul qilayotganidan mamnun. Navbatdagi juftlikka qaraganingizda nafaqat sevgini ko'zi ko'r, balki yosh ham yo'q deyishga majbur qiladi. Amerikada yashaydigan 31 yoshdagi Kyle Jones o'zidan naq 60 yosh katta 91 yoshdagi Marjorie McCall bilan 5 yildir baxtli hayotlarini yashab kelmoqdalar. Qari ayollarga o'zgacha e'tiborda ekanligini aytayotgan Kyle, mehribonlik uyidagi yana bir necha ayollar bilan har xil aloqada ekanligini ham so'zlariga qo'shimcha qilmoqda. Amerikada yashaydigan 38 yoshdagi Amanda Soul 1.90 m bo'yi va 127 kilolik vazni bilan o'zini ko'rganlarni og'zini ochib qo'ymoqda. Hol shunday davom etar ekan, Amanda bilan birgalikda yashaydigan juda ham ko'p erkaklar yonida kichik ko'rinishlarda qoladi. Shuning uchun ham o'rtaga shunday g'alati rasmlar chiqmoqda. Xitoyning eng taniqli aktrisalaridan biri hisoblangan Chun Fi oxirgi vaqtlar ichida yangi sevgili bilan internetni portlatib yubordi. Buni sababi esa sevgilini o'zidan naqd 1 metr past ekanligidir. Ilk boshlarida bo'ylaridagi farq sabab kulgu va tanqidlarga qolgan juftlik bunday izohlarga e'tibor bermas ekanliklarini ta'kidlashmoqda. Hatto Chang o'zini Instagram sahifasiga yanada ko'p sevgili bilan tushgan rasmlarini yuklamoqda va tagiga "Bu meni sevgilim, haqorat qilishdan oldin diqqatli bo'ling, chunki u jahldor" deb izohlar yozib qoldirmoqda. Videoni ham oxiriga keldik. Do'stlar, siz ro'yxatimizdagi bu juftliklar haqida qanday fikrdasiz? Shu haqida o'z izohingizni yozib qoldiring. Doimo sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha